Seni qara, oqpadar farzand. O'shanda senga turmushga chiqqaningda 1 milliardni yo'qotmagan bo'lardim. Xotiniga shunchalik yaxshi munosabatda bo'lishni bilganimda, Tanyoniga hech qachon turmushga chiqmagan bo'lardim. Bu yurish baribir xato edi. Hozir qornida bolasi bor. U kichkina yerimiz qancha omadli. Siz ayollar bunchalik aqlsizsizlar. Tansiyan kuchli va nufuzli inson. Biroz shafqatsiz bo'lsa nima bo'pti? Qara, Ruaniniyaga qanchalar yaxshi munosabatda bo'lyapti. Xohlagan narsasiga osongina erishyapti. Tanyuli, kim bo'libdiki? Hali ham kuch-qudratni tortib olmoqchi bo'lyapti. Bu butunlay xomxayol. Alo, oyi. Nima? Yo'lli kompaniyadagi muhim bir mijozni uribdimi? Hozir boraman. Bugun Tanyulining kompaniyaga qaytish kuni emasmidi? Haqiqatan ham taqdirning hazili bo'ldi. Faqatgina u qanday qilib u ish yoqmasga turmushga chiqdi. Boshqa funglar oilasiga yolg'iz borma. Biror nima bo'lsa, Jong amakiga aytasan yoki menga aytarsan. Jong amakimga aytsam aniq keladi, chunki lekin senga aytsam va sen meni bir tashvish sifatida ko'rsang. Sen kichkintoy jinnivoyi, senga qachon yordam bermadim-a? Endi hamma narsang menga tegishli. Xo'p, Erjon, sen juda yaxshisan. Tansiyan, sening samimiyatingdan foydalanib menimi yoki kompaniyanimi tanlashga garov o'ynadim. Garovda yutdim. Baxtli bo'lishim kerak edi. Lekin nega ichishim bunchalik xira? Darvoqe, Erjon, Funguaning unchalik ko'p puli yo'q. Aniq ruhan guruhning aksiyalarini sotadi. Ularni sotib olishimga yordam bera olasizmi? Bir yo'lini topaman. Ruan guruhning eng yirik aksiyadori bo'lasan. Rahmat senga. Ruanina, qalbingda nimalarni yashiryapsan? Dilingdagi muhabbating qanchalik haqiqiy? Dada, Yunli ham ataylab uradigan otam emas. Shundoq ham yarim kundan beri tiz cho'kib o'tiribdi. Lekin bobo, u birinchi bo'lib qo'pol gapirdi. Meni bir johil xotinboz deb atadi. Ayollar bilan yursam bo'ldi ekan. Kompaniyadagi inqirozni hal qila olmas ekanman. Ya'ni u meni juda sevilashtirdi. Sen bo'l endi. Luangui, xavfsizlik xizmati boshlig'i va guruh bilan tez ishlaydi. Senga ikkita gap aytishni qo'ya tur. Seni ursa ham bunga chidashing shart. Ay, qornim juda og'riyapti. Tez borib, xotiningdan xabar ol.